Hayot shoshilinch, ammo ba'zi kitoblar bor. Ular seni to'xtatadi, o'ylantiradi, yuraging bilan gaplashadi. O'tkir Hoshimov asarlari ana shunday. U yozgan qahramonlar qahramon bo'lib tug'ilmagan. Ular oddiy odamlar, bizning otamiz, onamiz, qo'shnimiz, ba'zan esa o'zimiz. Bu kitoblarda balandparvoz so'zlar yo'q, ammo har bir jumlada haqiqat bor, vijdon bor, inson qalbining og'rig'i bor. O'tkir Hoshimovni o'qish hayotni tushunishga urinishdir. Odamni sevishni o'rgatadi, kechirishni o'rgatadi, sabr qilishni o'rgatadi. Bu asarlar o'qilibgina qolmaydi. Ular yurakka ko'chadi. Kitobni oching, hayotni his qiling.